Endi uy yoki mashina sotish va sotib olish yanada xavfsiz. Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan nizomga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab uy-joy, yer va boshqa ko'chmas mulklar, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan ayrim avtomobillar hamda maxsus avtotransport vositalarini oldi-sotisida yangi tizim joriy etiladi. Ya'ni endi siz uy yoki mashina sotib olayotganda pulni qo'lga berib emas, bank orqali xavfsiz tarzda o'tkazasiz. Bu notarius va banklar o'rtasidagi elektron ma'lumotlar almashish yo'li bilan amalga oshiriladi. Deylik, siz uy yoki mashina sotib olyapsiz. Buning uchun avval yozma yoki elektron ariza bilan bankka murojaat qilasiz. Tomonlar o'rtasida kelishilgan pulni maxsus escrow hisob varag'iga o'tkazasiz. Darvoqe, agar siz to'liq pulni birdan bermay, kelishilgan muddatda bo'lib to'lashga rozi bo'lsangiz, unda ham pulning ma'lum bir qismini, ya'ni boshlang'ich to'lovni escrow hisob varag'iga o'tkazasiz. Agar uy yoki mashinani sotib olish uchun kredit olgan bo'lsangiz, bankning o'zi notariusga pul ajratilgani haqida xabar beradi. Shundan so'ng sotuvchi bilan birga notariusga borasiz. Notarius bank tizimi orqali escrow hisob varag'ida pul haqiqatan borligini tekshiradi. Hammasi joyida bo'lsa, shartnoma notarial tasdiqlanadi. Shundan keyin pul mablag'lari sotuvchining hisob varag'iga o'tkaziladi yoki sotuvchining so'roviga ko'ra naqd shaklda taqdim etiladi. Mana shunaqa. Xo'sh, bu nima beradi? Firibgarlik va soxta hujjatlar xavfi kamayadi. Pullaringiz xavfsiz saqlanadi. Jarayon esa tezroq va shaffof bo'ladi.